Turaveryapsizmi? Yorug' kelayapman. Aylanib ketay. O'layda Aylanib qayerlisiz? ketay. Namanganlikman. O'zingiz qaydansiz? Farg'ona shahardanman. Yevropalarga bir keling. Bir aylantiray Yevropani. Qayeriga boray? Litvaga kelsangiz aylantiraman-da. Qayerdan aylanmoqchisiz? Chotingiz orasini aylansam yetadi. Nima qilaman men u joylarga borib aylanib? Vesingiz nechi jannatim? 82-83. Lekin Ha. bunaqada vesi katta Tushundim, qorni tushundim. kattalardiki muncha bo'ladi-da anu. Tepaga chiqsang ham u yemaydi-da. Yo'q. Qorni mana misol layfhakda Iyag'idan xijolat boru, qorni borlar boru, yo yalab kayib berishi mumkin. Yo kimga to'n qaytirib turib, yo qorinni belga tashab turib, boshqa varianti yo'q ularda. Ularni oyoqni ko'tarsa, mana qorin bori o'rtadagi anani buzib qo'yadi, yetib bormaydi u. Iloji yo'q mana. Yo'q, siz Tepangizga o'ylagan qorni yo'qmi? Diyor mana sonlar ham endi bunday katta bo'ladi-ku, bu sonda orasida mana mulla sunnatulloh borib, bunday bo'lib. Qorni kattalar bilan bo'lsa, endi misol pulga-ku, endi misol bu xizmatda haqqi bor. Endi hali pulni yuzidan o'zicha o'zi hali kirmaydi mana. Mana bor matga ko'rmagan hali, shoshoni bor, u matkaga yetib borish. Yo'q, yetib bormaydi hech qayerga. Prosta hali ayol hali pazor bo'lmasligi uchun deb beradi, lekin u fuflo ishonmanglar, qorni borlar. Chunki meni praktikamda bor-da bu narsa. Eng yaxshi yo'l yengil shunday pastdan kelib bir yo'l urib yalab qo'yasizlar. Kim deb jasad ko'rib o'rganda mencha bo'ladi hali. Mencha. Hali sunnat bo'lgan bolalar bo'ladi yoshligimizda. Usta tog'a tuzli qizda tuzingiz bormi? Menga loyiq qizingiz bormi desa, mencha cho'chaqchan boshini oladi-yu. Qorni borlardiki ham ashna bo'ladi-da. Men ko'rganman. Endi bunday to'n qaytirib turib deb mayli endi ayol kishi turib yursa belga osadi, hali qorinni. Yo'q bo'lmas ekan. Belga nagruzga tushirdi. Belga tushsa tushar, kayf yo'q-da. Shular boru. Shunaqa ayollar yomon ko'rishadi. Pulni kuchi xolos u yerda turib berishlar. Boshqa hech narsa yo'q. Hali ham yosh bola ekansiz bo'lmasa. Yoshlikda qolib ketgan. Mana qarang-da, hali ham yosh bolasizda. Mana po faktu men keltirib beraman, qarang. Men Moskvadanman. Meni Yevropaga chaqiryapsiz. Yevropada om yo'qmi? Yo'q. Yevropada ham bor. Hozir qarang-da, keling-siz, men yugurib boraman. Nimaga? Chamadonga solib. Yo'q, men sizni. Где logika? Men sizni yugurib keling demoqchi emasman. Siz ham jinni emassiz-ku, keng desam yugurib. Prosta men sizni haligi inson sifatida taklif qilyapman. Men boraman. Necha santimetr? Boraman. Necha oyog'ingiz razmeri? Uni aytmay qo'ying, men o'zim chiqarib olaman. Oyog'ingiz necha oyoq kiyim kiyasiz? Oyog'im razmeri 43. Nechi kerak? Где-то 16 sizniki. Endi veski ham urib o'rganda ko'pi, 15 ham deyaveraylik. Yo'q. Men ko'rganlarni onda sizniki cho'chaqcha bo'ladi-da, bo'lmaydi-da. Endi bitta sizni kayfingiz uchun bormayman-ku, men ham bir kayf qilishim kerak-ku. To'g'rimi? Ming marta gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Moskva territoriyasida ham bor akani o'qib qo'yishaveradi. Endi bu Yevropaga borib bitta berib kelish. Bedayam daxuya, am daxuya bedayam. Prosta odam o'zini hayotini am uchun qoramini chiqarib qo'yishi mumkin, to'g'rimi? Bitta am uchun o'zini hayotini qoramini chiqarib qo'yishi mumkinmi? Yevropada. Ну что? Qanday? Bironta kasalga to'g'ri kelib qolsangiz, hayotingiz amiga kiradimi?
siz ham bironta kasal erkakka Apteka. siktirib qo'ysangiz bo'ladi, biznesingiz chiqadi-yu bo'ladi, to'g'rimi? Aptekada shatka sotadi boshlarga. Ishoning, aptekada shapka bilan kayf qilmayman men. bo'ladi. Ha bo'lmasa chotga baylab yuravering. Normal. To'ppa-to'g'ri. Songa baylab yuraverasiz. O'zbekka urug'ingizni Yevropaga tarqatmang. Sizga pabratskiy maslahat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi keyingisini ko'taraman, jonim. Ehtiyot qiling, marta 20 ta odam osilayotibdi.